Assalomu alaykum qadrli Farrosh hikoyalari kanali tinglovchilari. Eng ishonib suyangan insoning senga jilmayib turib, orqangdan xanjar sanchayotganini ko'rish qanday chidab bo'lmas azob ekanini bilasanmi? Men bildim. Hayotimning eng dahshatli, eng qora haqiqati o'z uyimning to'ridagi. Chiroyli guldonga yashiringan mitti kameraning sovuq obyektivi orqali menga qarab turardi. O'sha on go'yo vaqt to'xtab qolgandek. Tomirlarimdagi qon muzlab, yuragim urishdan to'xtagandek bo'ldi. Tungi jimjitlikda telefon ekranidan taralayotgan yorug'lik yuzimga urilarkan, ko'rgan manzaradan tilim aylanmay qoldi. Tomog'imga qattiq bir tugun qadaldi-yu. Na yutina oldim, na nafas oldim. O'sha kuni aslida tong qanday go'zal otgan edi. Osmon shunday tiniq, shunday musaffo ediki, derazadan qaraganda ko'zing qamashardi. Men ertalab soat 7da uyg'ondim. Ammo o'rnimdan tura olmadim. Havorang shiftga tikilgancha parokanda xayollarim girdobiga sho'ng'idim. Qo'shnimiz ta'mirlash ishlari qilganda bizniki ham shunday rangga kiritilgan edi. Biroq bu rang menga hech qachon yoqmagan. Xotinim Malika ko'zlari chaqnab judayam chiroyli rang degan edi. Men esa odatimga ko'ra indamadim. Oilada ko'p narsaga shunday indamay rozi bo'lib ketaveraman. Bu shunchaki tinchlik uchun emas. Ba'zan ortiqcha so'zlar insonning quvvatini, yashashga bo'lgan ishtiyoqini so'rib oladi deb o'ylayman. Men Rustamman. Toshkentda tug'ilganman. Ammo umrimning eng shirin, xotiralarga boy yillari Samarqandda o'tdi. Hozir yana poytaxtdaman. Yonimda xotinim Malika, mehribon onam Xadicha xola va hayotning o'sha og'ir, ezg'ilagich sukuti bilan birga yashayapman. Uyimiz katta, yorug' va fayzli. Bir qarashda hamma narsa o'z joyida, hayotimiz havas qilgudekdek tuyuladi. 3 xonali shinam kvartira, qimmatbaho mebellar, doim chinni idishlardek yaltirab turadigan hovli. Onam har bir narsaning o'z o'rnida, tartib bilan turishini jonidan ortiq yaxshi ko'radi. U kishining qo'lidan bu ish keladi ham. Uyimizning ichi hamisha ozoda. Dasturxonimiz doim noz-ne'matlarga to'la bo'ladi. Uyimizga ilk bor qadam qo'ygan mehmon borki, qanday ozoda, qanday fayzli xonadon deb havas bilan tilga oladi. Ana shu maktublar onamning ko'nglini tog'dek ko'taradi. Yuziga mayin tabassum yugurib, "Ha, shunaqa, kelinim epchil" deya jilmayib qo'yadi. Ammo bu yaltiroq parda ortida, ichkarida, 4 devor orasida aslida nimalar yashiringanini men juda kech tushundim. Juda kech. Malika bilan turmush qurganimizga 4 yil bo'ldi. Nikohimiz juda oson, silliq kechgan edi. Tengdoshlarimiz, o'rtoqlarimiz davrasida topishdik. Avvaliga turmushimizning ilk kunlarida hammasi xuddi ertaklardagidek go'zal edi. 1-yil qalbni o'rtovchi oshiqlik, ehtiroslar yili bo'ldi. 2-yil bir-birimizning kamchiliklarimizga ko'nikish, moslashish. 3-yil oddiygina odatga aylanish. 4-yil esa mana shu mudhish yil bo'ldi. Bu yil hayotimdagi hamma narsani, butun borlig'imni ostin-ustun qilib yubordi. Voqealar zanjiri boshlangan o'sha mash'um kuni. Ishdan biroz kechikib, soat 6larda uyga qaytdim. Hovliga qadam qo'yishim bilan negadir yuragim g'ashlandi. Uy huvillab yotardi. Oshxonadan qovurilayotgan piyozning xushbo'y hidi kelib turibdi. Onam o'choq boshida kuymanmoqda. Lekin Malika ko'rinmasdi. Eshik oldida uning poyabzali ham yo'q edi. Men egnimdagi paltomni yecharkanman. Xavotir bilan onamga yuzlandim. Malika qayerda? Onam menga burilib ham qaramadi. Faqatgina qozonning qopog'ini sekin ko'tarib, bug'ini chiqarib qo'ydi-da, og'ir xo'rsinib, dugonasinikiga ketdi. Ertalabdan beri yo'q, dedi. Qanaqa dugonasi? Hayron bo'lib so'radim men. Bilmayman. O'zi aytmadi. Qattiq ohangda javob berdi onam. Men jim qoldim. Darhol cho'ntagimdan telefonimni oldim-da Malikaga qo'ng'iroq qildim. Uzundan uzoq gudok ketdi.
Olmadi. Yana qildim. Yana javob yo'q. Yuragim tezroq ura boshladi. Qayerdasan? deb qisqa xabar yozdim. Xabar o'qildi. Ammo javob kelmadi. Ana o'shanda umrimda birinchi marta ich-ichimda nimanidir yo'qotayotgandek. Qandaydir sovuq va notanish bir tuyg'u g'ujg'on o'ynadi. Bu shunchaki xavotir emasdi. Rashk ham emasdi. Bu qandaydir vahimali ogohlik edi. Go'yoki mening vujudim, miyam hali anglab yetmagan qandaydir xiyonat hidini sezgan edi. Kechqurun soat 9larga yaqinlashganda telefonim jiringladi. Xabar kelgan edi. Rustam, meni olib ket. Dugonamnikidaman. Manzilni yozaman. Va u menga shaharning qaysidir chekkasidagi, men umuman eshitmagan ko'chaning nomini yozib yubordi. Men bu joyni tanimasdim. Mashinamning navigatoriga manzilni kiritdim-da. Shosha-pisha yo'lga tushdim. Yo'l davomida radioda biror musiqa qo'ymadim. Mashina ichida qabrdek jimjitlik hukm surardi. Faqatgina shinalarning sovuq asfaltga ishqalanishidan chiqayotgan g'ung'ir-g'ung'ir shovqin va pechkaning pastkash vishillashigina bu sukunatni buzar edi. Tashqarida kuzning sovuq shamoli yalang'och qolgan daraxtlar shoxlarini ayovsiz silkitar. Ko'chalar allaqachon kimsasiz huvillab qolgan edi. Nihoyat o'sha manzilga yetib bordim. 4 qavatli ko'rimsizgina eski g'ishtli uy. Ikkinchi qavatdagi faqat bitta derazadan xira yorug'lik taralib turar, qolgan hamma yoq zulumot ichida edi. Zina yo'lagidan malika chiqib keldi. Uning egnidagi libosi o'zgartirilgan. Sochlari esa judayam hafsala bilan turmaklangan edi. U mashina eshigini ochib o'tirarkan, xuddi hech narsa bo'lmagandek, yuziga soxta tabassum yugurtirib, "Uzr, biroz kech qoldim", dedi. "Nega telefonimni ko'tarmading?" so'radim ovozimdagi titroqni yashirishga urinib. "Ha, ovozini o'chirib qo'ygan ekanman. Sezdirmabdi", deb qisqagina javob qildi u. Biz yo'lga tushdik. U butun yo'l davomida menga biror marta ham qaramadi. Yuzini deraza tomonga burib ko'chaga tikilgancha ketdi. Ko'cha chiroqlarining sarg'ish nuri uning sovuq yuziga tushib, yana zumda g'oyib bo'lardi. Men ehtiyotkorlik bilan unga qarab qo'yardim. Uning nigohida qandaydir yashirin ma'no, qandaydir tashvish bor edi. Nimanidir aytmoqchidek lablari pichirladi-yu. Yana o'zini to'xtatib og'ir yutindi. Indamadi. Uyga qaytganimizda u to'ppa-to'g'ri yotoqxonaga kirib ketdi. Men esa oshxonada meni kutib o'tirgan onamning yoniga kirdim. "Xo'sh, nima gap ekan?" so'radi onam ko'zlarimga tikilib. "Hech narsa. Charchabdi shekilli", dedim qisqa qilib. Onam ishonqiramay qoshlarini chimirdi. Men indamaygina choyimni ichdim-da yotoqxonaga kirdim. Malika o'rnida yotar, lekin ko'zlari lang ochiq, shiftga termulib yotardi. Men sekin uning yoniga cho'zildim. U menga qarab ham qo'ymadi. Hatto nafas olish ham qandaydir sun'iydek tuyulardi. Biz birga edik-ku, lekin o'rtamizda minglab kilometrlik masofa bor edi. O'sha tunda mijja qoqmadim. Shiftga tikilgancha ko'kragimda paydo bo'lgan o'sha sovuq, ignali tuyg'uni bostirishga, o'zimni o'zim ishontirishga harakat qildim. Ammo qalbimning tub-tubidagi o'sha shafqatsiz ogohlik uxlamadi. U tun bo'yi mening yuragimni kemirib chiqdi. Ertasiga tong otdi. Hammasi xuddi oldingidek, odatiy zerikarli kunga o'xshab tuyuldi. Malika ertalab turib jilmaygancha nonushta tayyorladi. Onam bilan iliq-miliq gaplashdi. Men ishga ketdim. Lekin oradan atigi 2 kun o'tib, bu tushunarsiz holat yana takrorlandi. Yana o'sha sirli dugona, yana o'chirilgan telefon, yana kechqurun ishlagani qolishim kerak bo'lgan kuni uning ortidan borishimga to'g'ri keldi. Bu safar u tashlagan manzil butunlay boshqa joyda edi. Men mashinada yetib borganimda u xuddi birovdan qochayotgandek shosha-pisha, asabiy holda mashinaga o'tirdi. Yonimga yopishibroq o'tirib, men so'ramasam ham o'zini oqlash maqsadida tez-tez gapira boshladi.
Dugonam Nigora. Bilasanmi uni? Ishxonasida birga ishlaymiz. Soch turmagini o'zgartiribdi. Judayam ajoyib yarashtiribdi o'ziga. Biz birga kino ko'rdik. U to'xtovsiz nimalardir deb valdirardi. Men esa rulni mahkam qisgancha, indamay tishimni tishimga qo'yib mashinani haydardim. Hayotda bir haqiqatni bilaman. Ko'p gapiradigan, haddan ortiq o'zini oqlashga urinadigan odam aslida nimadir juda katta sirni yashirmoqchi bo'ladi. Buni men o'shanda qalbim bilan his qilgan edim. Uyga kirganimizda onam yana bizni kutib o'tirardi. Malika ostonadan hatlab kirishi bilan onam unga sovuqqonlik bilan qarab, "Charchamadingmi, qizim?" dedi kinoya aralash. Malika darhol "Yo'q, onajon", deya o'zini xonaga urdi. Onam oshxonaga kirib ketishdan oldin menga shunday bir ma'noli, shunday bir o'tkir nigoh bilan qarab qo'ydiki, men bu qarashning tagida nima yashiringanini darhol tushundim. U kishi ham qandaydir qora o'yin bo'layotganini sezayotgan edi. Mening onam shunaqa ayol. U hamma narsani yuragi bilan sezadi. Hayotning achchiq-chuchugini ko'p tatib ko'rgan. Odamlarning ko'ziga qarab ichidagini o'qib oladigan farosati bor. Lekin u hech qachon shoshib xulosa chiqarmaydi. Sirligicha sabr bilan harakat qiladi. O'sha kechasi onam meni sekin o'z xonasiga chorladi. Malika hammomda suv ovozini baland qilib yuvinayotgan edi. Onam ovozini pasaytirib menga yuzlandi. "Rustam, bolam, men senga bir gap aytaman. Faqat mendan xafa bo'lmaysan, xo'pmi?" "Nima bo'ldi, oyi?" so'radim yuragim shig'illab. Malikaning yurish-turishida, xatti-harakatlarida qandaydir o'zgarish sezayapman. O'zim ham haligacha aniq bilmayman nimaligini. Ammo ishqal kabi qandaydir siri bor. O'zgargan u. Men jim qoldim. Yerga qarab og'ir yutindim. "Oyi, men gumon qilma deya olmayman. Chunki o'zim ham shuni sezayapman. Yuragim bezovta. Biroq nima deyishni, nima qilishni bilmay garangman." Onam chuqur xo'rsinib yelkamdan tutdi. "Men bir ish qilmoqchiman. Sen har doimgidek ishga ketasan, men uyda qolaman. Lekin ertaga mehmonxonamizga mitti yashirin kamera o'rnatmoqchiman." Men buni eshitib boshimni keskin ko'tardim. "Oyi, qo'ysangiz-chi, tinchlaning. Bu axir o'z uyimiz-ku. Qanday qilib o'z keliningizni, o'z uyimizni poylaymiz? Men o'z uyimda, o'z oilamda nima jinlar bo'layotganini bilishim kerak, bolam. Kelajaging, or-nomusing tinch bo'lishini xohlayman." Qat'iy javob qildi onam. Men qarshi chiqa olmadim. Aslida qarshi chiqishim, qattiq turib yo'q deyishim kerak edimi? "Oyi, xotiningizga ishonamiz, bunday iflos ishlarga qo'l urmaydi" deyishim kerak edimi? Lekin men yaramas xudbin ichki ovozimga quloq tutdim. Chunki men o'zim ham haqiqat qanchalik achchiq bo'lmasin, uni bilishni, shu shubhalar girdobidan qutulishni xohlagan edim. Ana shundan mening osuda hayotimni do'zaxga aylantirgan o'sha mash'um jarayon boshlandi. Ertasiga ertalab men ishga chiqib ketganimdan so'ng onam o'zi aytganidek o'sha yashirin kamerani o'rnatibdi. Mehmonxonamiz to'ridagi javonda turadigan kichkina, oppoq chinni guldonga ustalik bilan joylashtirilgan ekan. Hech kimning xayoliga ham kelmaydi. To'g'ridan to'g'ri telefon ekraniga ulangan. Uyda bo'layotgan har bir qadamni, har bir shivir-shivirni yozib olib, uzatib turadigan moslama. Men ishda o'tirib bu haqda umuman o'ylamaslikka, o'zimni ish bilan chalg'itishga qanchalik urinmay, hayolim faqat o'sha kamerada edi. Soat 11larda qiziqish ustun kelib, telefonim orqali kameraga ulandim. Mehmonxona bo'm-bo'sh. Faqat devor soati jiringlab turardi. 12da yana qaradim. Malika divanda yonboshlagancha jilmayib telefonda kimgadir nimalardir yozar edi. Yuragim orqaga tortib ketsa-da, o'zimni tinchlantirib kamerani o'chirdim. Biroq kechqurun uyga qaytib kelganimda, onam bilan ikkimiz yolg'iz qolganimizda, onamning ko'zlaridagi o'sha muzdek dahshatga tushgan ifodani ko'rib, butun vujudim qaltirab ketdi.
Onamning nigohida shunday bir og'riq, shunday bir faryod bor ediki, so'z bilan ta'riflab bo'lmasdi. Nima bo'ldi, oyi? Nima ko'rdingiz? Dedim ovozim titrab. Kech ko'rasan, bolam. Avval ovqatingni yeb biroz dam ol. Erta ko'rasan hammasini. Dedi onam ko'z yoshini ko'rsatmaslik uchun yuzini burib. Oyi, qanaqa erta? Nega azoblaysiz meni? Hozir aytmasangiz bo'lmaydi, dedim. Onam chuqur xursindi-da. Rustam, bu haqiqatga hozir tayyormisan o'zing? Bardoshing yetadimi? Deb yig'lamsirab so'radi. Shu birgina gap. Tayyormisan degan so'z. O'sha tunda meni umuman uxlatmadi. Malika yonimda. Shirin tushlar ko'rib, mayin nafas olib uxlardi. Uning farishtalardek osoyishta yuziga, chiroyli kipriklariga, yostiqqa yoyilib tushgan qop-qora sochlariga qarab yotib, yuragim ezildi. U chiroyli ayol edi. Bundan 4 yil avval uni ilk bor bir dugonasining to'yida ko'rganimda, xuddi mana shu uzun, qayrilma kipriklari, jozibali tabassumi yuragimni asir etgan edi. Endi esa xuddi o'sha sevimli ayol yonimda bir to'shakda yotibdi-yu. Men uning har bir nafasdan, uning borlig'idan o'zimni shunchalar begona, shunchalar jirkanch his qilayotgan edimki, tun azob ichida ming bir xayol bilan o'tdi. Ertalab Malika odatdagidek chiroyli kiyinib, o'ziga oro berib ishga ketdi. Eshik yopilishi bilan men xuddi qatl qilinishini kutayotgan mahkumdek onamning xonasiga kirdim. Onam meni kutib o'tirgan ekan. Qo'lidagi telefonni stol ustiga qo'ydi-da, menga alamli nigoh bilan qarab, "O'tir bolam", dedi. Men madori qurigan oyoqlarim bilan zo'rg'a stulga cho'kdim. Onam qaltirayotgan barmoqlari bilan telefon ekranini yoqib, o'sha mash'um videoni play qildi. Men ko'rdim va mening 33 yillik butun hayotim, orzularim, ishonchim ana o'sha soniyalarda bir chiziq tortilib chilparchin bo'ldi. O'sha videoda ko'rganlarimni, yuragimni qon qilib yuborgan u manzarani tasvirlashdan oldin oilamiz, muhitimiz haqida aytib o'tishim kerak. Shundagina bu xiyonatning naqadar tuban ekanini anglaysiz. Onamni butun mahallamiz hurmat qilib Hadicha xola deb chaqiradi. U kishi oddiy ayol emas. Hayotning mushtlarini ko'p yegan, juda matonatli onadir. Otamdan juda erta, men 14 yoshga to'lganimda ayrilganmiz. Onam meni va singlim Dilnozani yolg'iz o'zi halol mehnat qilib, tishini tishiga qo'yib katta qildi. Kecha-yu kunduz ishladi. Ro'zg'orning kam ko'sti, bizning kiyim-kechagimiz deb o'zini o'tga choqqa urdi. Lekin biror marta noshukrlik qilib nolimadi. Shirin so'z bilan ilon inidan chiqadi, derdi doim. Muammolarni baqir-chaqir bilan emas, aql bilan, cheksiz sabr bilan hal qilardi. Malika xonadonimizga kelin bo'lib tushganida onam uni qattiq yaxshi ko'rib qoldi. Yoki balki yolg'iz o'g'lining tanlovi bo'lgani uchun o'zini yaxshi ko'rishga majbur qildimi? Buni ajratish qiyin. Malika juda epchil kelin edi. Harakatlari chaqqon. Uyni chinni chiroqdek qilib qo'yardi. Mehmon kelsa, darrov qo'li ko'kragida shirin muomala bilan dasturxon yozib, xizmatga tayyor turardi. Onamning biron marta gapini ikki qilmas, hurmatini joyiga qo'yardi. Tashqaridan qarab bizning oilani kuzatgan har qanday odam, qanday baxtli oila, qanday aqlli, farosatli kelin deb havas qilishi aniq edi. Lekin o'sha sirli yaltiroq parda ortidagi haqiqat butunlay boshqacha ekan. Onam kechalari o'ziga sezilgan, shubha uyg'otgan narsalarni menga aslo aytmas, meni tashvishga qo'ymay deb dardini o'zida saqlar ekan. Men esa oilamning tirikchiligi, ishimning yugur-yugurlari bilan bo'lib, uyning ichidagi muhitga, xotinimning ruhiyatiga chuqur e'tibor bermagan ekanman. Oila qurganimizga 4 yil bo'ldi. Endi hammasi iziga tushib ketdi. Sevgi deb atalmish ehtiros o'rnini mustahkam oilaviy rishta va ishonch egalladi deb o'zimni xotirjam qilib yurgan ekanman. Ammo onaning o'tkir ko'zlari nimalarnidir allaqachon sezgan. Lekin uyda biron marta janjal yoki tortishuv bo'lmagan.
Malika onam bilan hech qachon ovozini baland qilib gaplashmagan, doim muloyim bo'lgan. Ammo onam bir kuni menga xo'rsinib, "O'g'lim, kelinimning jismi bizning uyda-yu. Ammo ko'zi, xayoli boshqa yerda", deb aytgan edi. Men bu gapning ma'nosini chaqa olmagan edim. Voqealar fosh bo'lishidan 4 oy avval. Xuddi shunday ishdan kech, charchab qaytgan kunlarimning birida. Eshikni o'zim ochib sekin uyga kirdim. Hamma yoq tinch. Onam o'z xonasida uxlab qolibdi. Malika esa oshxonada. Oldida bir piyola sovuq choy. Telefoniga shu qadar berilib, ehtiros bilan nimalardir yozib o'tirardiki, mening kirganimni ham sezmadi. Men uning yoniga yaqinlashganimda u cho'chib tushib, shunday tezlik bilan telefonini dasturxon ostiga yashirdiki, xuddi qo'lidagi cho'g'ni yashirayotgandek hurkib ketdi. Rangi quv o'chib ketgan edi. "Nima qilyapsan? Shuncha kechasi kim bilan yozishyapsan?" deb so'radim hayron bo'lib. "Hech narsa. Shunchaki dugonam bilan yozishyapman. Ko'rishmaganimizga ancha bo'lgandi", deb duduqlanib javob berdi u. "Qaysi dugonang?" dedim ovozimni biroz balandlatib. "Nigora bilan. Bilasan-ku, uni ishxonada birga ishlaymiz", deb yuziga odatdagi soxta jilmayishini yugurtirdi. Men ham indamay jilmaydim. Lekin o'sha kuni ich-ichimda nimanidir uzilganini, yuragimda og'ir bir tosh paydo bo'lganini his qildim. Lekin erkaklik g'ururim yoxud shunchaki haqiqatga tik qarashdan qo'rqishim tufayli uni ortiqcha so'roqqa tutmadim. O'tirib birga choy ichdik. Gaplashdik. Har doimgidek maishiy, zerikarli mavzular. Ertaga ovqatga nima qilamiz? Bozordan nima olib kelish kerak? To'yga qachon boramiz? Hammasi oddiy. Hammasi shablon. Bizning oilaviy suhbatlarimiz keyingi 2 yil ichida butunlay shu ahvolga kelib qolgan edi. So'zlar bor u, lekin ularda zarracha his, zarracha qalb yo'q. Biz yuzma-yuz o'tirib gaplashamiz, lekin ruhan bir-birimizdan minglab chaqirim uzoqda edik. Yonma-yon o'tirib o'zga olamlarda yashardik. Men bu holatni oila qurgan barcha er-xotinlarda bo'ladigan, vaqt o'tishi bilan keladigan sokinlik, odatiy turmush tarzi deb soddalarcha ishonardim. Muhabbat alangasi so'nib, o'rniga hurmat va mas'uliyat qoladi deb o'ylardim. Endi bilsam, bu shunchaki jarlik yoqasidagi ko'rlik ekan. Xullas, o'sha mash'um videoga qaytaman. Onam menga videoni qo'yib berdi. Ekranda o'zim har kuni ko'radigan qadrdon mehmonxonamiz. Devordagi qimmatbaho gulqog'oz, derazadagi og'ir baxmal pardalar, yerga to'shalgan qalin gilam. Kunduzi tushirilgan derazadan quyosh nurlari tushib turibdi. Videoning boshidagi birinchi 1-2 daqiqada xonada hech kim yo'q. Jimjitlik. Oshxonadan onamning idish-tovoqlarni yuvayotgan xira ovozi eshitilib turibdi. Malika ehtimol yuvinish xonasida bo'lsa kerak deb o'yladim. Bir ozdan so'ng videoda eshik qo'ng'irog'ining jiringlagan ovozi aniq eshitildi. Malika shu qadar tezlik bilan, go'yo uchib kelgandek mehmonxonadan yugurib chiqib ketdiki, men umrim davomida uning bunchalik xursand, bunchalik shoshib harakat qilganini ko'rmagan edim. Eshik ochilgan ovoz keldi va ichkariga begona bir erkak kirdi. Men nafas olishdan to'xtab qoldim. Barmog'im beixtiyor telefon ekranini bosib, videoni to'xtatib qo'ydi. Qulog'im ostida qattiq bir shang'illash paydo bo'ldi. Bu yigitni umrimda ko'rmaganman. Mutlaqo notanish. Baland bo'yli, qorachadan kelgan, o'ziga oro bergan kimsan. Lekin u qanday qilib mening ostonamni xatlab mening xonadonimga kirib kelyapti? Malika uni shunday intiqlik bilan kutyaptiki, ikkisining eshik oldida bir-biriga tashlagan qisqa, ammo olovli nigohi ularning o'rtasida nima borligini butunlay fosh qilib qo'ygan edi. Bu ko'chada ko'rishib qolgan tanishlarning yoki hamkasblarning qarashi emasdi. Bu ehtirosdan yongan, bir-birini sog'ingan jazmanlarning qonni qizdiruvchi ochiq-oydin ishorasi edi. Qaltirayotgan barmoqlarim bilan videoni yana davom ettirdim. Ikkalasi birgalikda sekin mehmonxonaga kirishdi. Malika xonaga kirishi bilanoq ehtiyotkorlik bilan orqasiga qarab, onamning qayerdaligini chamaladi shekilli. Eshikni qiya yopib qo'ydi.
Oshxonadan onamning choynakka suv quyayotgan ovozi kelib turibdi. Malika o'sha iflos yigitga qarab shunday maftunkor, shunday shirin jilmaydiki, mening ko'zlarimdan olov chaqnab ketdi. O'zim bilmagan holda videoni yana to'xtatdim. Onamga qaradim. Onamning yonoqlaridan tinimsiz yosh oqardi. Lekin u g'urur bilan labini tishlab menga daldali nigoh bilan qarab turardi. "Davom et, bolam. Oxirigacha ko'r", deb pichirladi u kishi azob bilan. Men videoni o'ynatdim. Ular yonma-yon divanga mening o'rnimga o'tirishdi. Malika unga egilib past ovozda nimalardir dedi. Ovoz juda uzoqdan va noaniq eshitilgani uchun so'zlarini ilg'ab ololmadim. Yigit nimanidir aytib jilmaydi. Malika esa boshini orqaga tashlab, qo'li bilan og'zini to'sgancha shunday nozlanib kuldiki, men uning bu qiliqlarini, bu xushchaqchaq kulgusini judayam yaxshi bilardim. U bizning eng baxtli damlarimizda aynan shunday kulardi. Keyin u iflos maxluq unga yaqinlashdi. Qo'lini uning sochlariga olib bordi. Va o'sha lahzada men boshqa chiday olmadim. Telefonni stol ustiga shunday qattiq otdimki, ekrani dars ketdi. Vujudimni qoplagan g'azabdan, xorlikdan qo'llarim. Butun tanam qaltirar, nafas olishim qiyinlashib borardi. Onam churq etmadi. Meni yana ko'rishga majburlamadi. Shunchaki yig'idan qizargan ko'zlari bilan menga termulib, mening portlashimni kutib o'tirdi. Men ancha vaqt kalla suyagim yorilib ketgudek dard ichida, tishimni tishimga bosib, devorga qotib qarab qoldim. Devorda bizning to'yimizda tushgan baxtga to'la suratimiz osig'lik turardi. Suratda Malika oppoq libosda, farishtalardek go'zal. Men bo'lsam qora kostyumda, dunyodagi eng baxtli erkak bo'lib mag'rur jilmayib turibman. Hammasi qanday chiroyli, qanday mukammal ko'rinadi. Aslida esa hammasi bir tiyinlik yolg'on, jirkanch bir teatr ekan. "Oyi", dedim nihoyat tomog'imni yirtib chiqayotgan xirqiroq ovozda. "Ha, bolam", dedi onam ko'z yoshlarini ro'moli bilan artib. Bu qachon bo'ldi? Kechami? Oyi nega, qanday? Kecha sen ishda eding. Men o'zimni uxlab qolgandek ko'rsatdim. O'z xonamdan chiqmadim, atayin ularga yo'l ochib berdim. Lekin ichkarida qon yutib o'tirdim. Keyin u yigit chiqib ketdi. Tushdan keyin soat 3lardan sal o'tganda Malika uni eshikkacha kuzatib qo'ydi. Onamning so'zlaridan so'ng miyamda chaqmoq chaqilgandek bo'ldi. Kecha tushdan so'ng soat 3. Men o'sha kuni kechqurun charchab kelib, uni divanda begunoh qiyofada uxlab yotganini ko'rgan edim. Farishta kabi sokin uxlab yotibdi deb ustini adyol bilan yopib qo'ygan edim. Men qanday qilib bu qadar g'ofil, bu qadar ko'r bo'lishim mumkin? Men nima qilishim kerak endi? deb baqirib yubordim ovozim boricha. Onam bir zum jim qoldi. U kishining ko'zlarida cheksiz qayg'u va qat'iyat bor edi. "Bu faqat sening qaroring bo'lishi kerak, bolam. Men ona sifatida burchimni bajardim, senga uyingda nimalar bo'layotganini ko'rsatdim. Endi qanday yo'l tutish? Oilangni saqlab qolish yoki uni yulib tashlash? Buni faqat o'zing aql bilan hal qilasan." Shunday dedi-yu o'rnidan turib xonadan chiqib ketdi. Men o'rnimdan qanday turganimni, qanday qilib hovliga chiqqanimni bilmayman. Oyoqlarimga poyabzalimni ham to'g'ri kiymabman. Poshnasini bosgancha shoshib, jinnilardek ko'chaga otilib chiqdim. Ko'chada maqsadsiz qayerga ketayotganimni umuman bilmagan holda tentirab yurdim. Yo'l bo'ylab sarg'aygan yaproqlarni to'kayotgan daraxtlar tagidan yurar ekanman. Sovuq kuz shamoli yuzimga urilar. Ammo men na sovuqni, na atrofimdagi odamlarni sezar edim. Nafasim oq bug' bo'lib havoga ko'tarilardi. Men yurardim, faqat yurardim. Miya qutichamda esa tinimsiz bitta fikr, bitta dahshatli savol aylanardi. 4 yil. Axir biz birga 4 yil yashadik. 4 yil bir yostiqqa bosh qo'ydik. 4 yil bir dasturxondan tuz yedik, bir-birimizning ko'zimizga qarab shirin gaplar aytdik. Va men shu 4 yil ichida hech narsani, mutlaqo hech narsani bilmadimmi? Yoki bilganman u? Qalbimning tubidagi o'sha bezovta sezgini, o'sha xavotirni eshitishni, unga ishonishni xohlamaganmanmi?
Axir u menga ba'zida ishoralar bergan, beparvoligi bilan yuzimga tarsaki tushirgandi-ku. Nega shunchalik ko'r bo'ldim, nega? Ko'chada qancha piyoda yurganimni bilmayman. Oyoqlarim o'z-o'zidan meni mahallamizning orqa tomonidagi, odam siyrak bo'ladigan kichik eski bozorcha yonidagi xiyobonga olib kelibdi. Boqqa kirdim. U yerda xazonlar bosgan o'rindiqda yoshi ancha ulug', yuzlarini ajin bosgan bir qariya yupqagina paltosiga burkangan holda o'ychan o'tirardi. Men uning ro'parasiga kelib to'xtadim va unga qarab qoldim. U ham sekin boshini ko'tarib menga ma'noli qarab qo'ydi. Ikkalamiz ham lom-mim demadik. O'rtamizda minglab dardu hasratlarni o'z ichiga olgan sukut bor edi. Men og'ir xo'rsinib yo'limda davom etdim. Uyga qaytish, o'sha fohishaning ko'zlariga qarash uchun. Menga hozir ulkan bir iroda kerak edi. Lekin menda u iroda qolmagan, vujudim bo'm-bo'sh edi. Ko'cha boshidagi kichik eshiklari g'ichirlaydigan qadimgi do'konga kirdim. Nega kirdim, bilmayman. Shunchaki miyamni chalg'itish, nimadir harakat qilish uchun tandiqdan issiqqina non oldim. Pul uzatayotganimda sotuvchi ayol menga hayron bo'lib sinchkovlik bilan tikilib qoldi. Rangingiz umuman yo'q-ku, o'g'lim. Mazangiz yo'qmi, ahvolingiz yaxshimi? deb so'radi rahmi kelib. Ha, opa. Yaxshiman, shunchaki havo sovuq. dedim ming azob bilan jilmayishga urinib. Ayol ishonmadi, boshini chayqab nonni qog'ozga o'rab berdi-da, ortimdan qarab qoldi. Do'kondan chiqib yaqindagi skameykaga cho'kdim. Qo'limdagi issiq nonni qattiq g'ijimlab ushlab o'tirdim. Uning hidi ishtahamni ochish u yoqda tursin, ko'nglimni behuzur qildi. Osmon sovuq va tumanli, qarg'alar tepamda baland ovozda qag'illab uchib o'tardi. Ularning noxush ovozi birdaniga tindi-yu. Ana o'sha soniyada ko'kragimni yorib yuborgudek yig'i bo'g'zimga tiqildi. Qattiq uvoz tortib yig'lagim, butun dunyoga dardimni doston qilgim keldi. Ammo yig'lay olmadim. Ko'zlarim shunday quruq, qalbim shunday jizillab yonardiki, bir tomchi ham yosh chiqmadi. Ba'zan ota-bobolarimiz aytgandek shunday bo'larkan. Insonning dardi shu qadar chuqur, shunchalik cheksiz bo'larkanki, ko'z yoshlari u yaraqaning tubiga yetib bora olmas, inson faqat ich-ichidan qon yutib, qovurilib yonarkan. Skameykada o'tirib, yana malikaning jamoli ko'z oldimga keldi. Uni ilk marta ko'rgan kunim, o'sha to'y oqshomi xotiramda jonlandi. U dugonalari bilan to'r kimsasiz burchakdagi stulda hammadan ajralib, latofat bilan o'tirgan edi. Men do'stim Farhod bilan zalga kirganimda, Farhod bilagimdan turtdi-da. Qara o'rtog'im, anavi qiz Malika ekan. Judayam aqlli bamani qiz deyishadi, deb qulog'imga shivirlagan edi. Men unga qaradim. U xushbichim qaddini tutib, kimgadir nimadir deb kulib gapirayotgan edi. Uning uzun qayrilma kipriklari, yuzidagi ochiq, samimiy kulgusi meni mutlaqo rom etgan edi. U menga uzoq vaqt qaramadi. Ammo men o'z g'ururimni ham unutib, unga termulib qolgan edim. Va nihoyat tasodifan uning nigohi menga tushdi. Ko'zlarimiz to'qnashdi. U gapirishdan to'xtamadi. Kulgusini ham yashirmadi. Ammo o'sha birgina soniyada u faqat menga qarab jilmayib qo'ygandek bo'ldi. Ana shu oddiygina, o'tkinchi bir jilmayish, o'sha bir soniyalik sehr meni o'z domiga tortib, 4 yillik tushunarsiz, yolg'on va tubanlikka to'la hayot girdobiga tashlagan edi. Men skameykada nonni ezib o'tirib, o'sha on haqida o'ylayapman. U menga o'sha qarab jilmayganda nimani umid qilgan edi? Men uning ko'zlarida qanday qilib sof muhabbatni o'qigan edim? Yoki hammasi mening o'z fantaziyam, o'z xom xayolim edimi? Onam uyda meni yig'lab kutyapti. Malika esa xuddi o'ta pokiza, farishta ayoldek ertalab menga muloyim jilmayib ishiga ketibdi. Ishxonasida o'tirib olib, qahva ho'plab dugonalari bilan hayotdan nolib gaplashib o'tirgandir. Erim esa shunchalik anqovki, men nima qilsam ham hech narsani bilmaydi deb ishonch bilan kulayotgandir. Uning bu xiyonati, bu ikkiyoqlama hayoti asablarimni egovlab yubordi. Men o'rnimdan turdim-da, og'ir qadamlar bilan uyga qaytdim. Onam hamon oshxonada stulga suyangancha mung'ayib o'tirardi. Men eshikdan kirganimda, uning qon talashgan ko'zlarida o'zini aybdor his qilayotgan ona nigohi chaqnadi. "Yaxshiman, oyi",
degan ma'noda bosh irg'adim. U kishi mening nima demoqchi bo'lganimni so'zsiz tushundi. Tezda o'rnidan turib gazni yoqdi-yu choy qaynatdi. Ikkalamiz jimjitgina dasturxon atrofida o'tirdik. Men issiq choydan ho'plab turib ham badanimdagi sovuq titroqni bosa olmadim. Onam esa choyini ichmadi. Uning butun diqqati, yuragi menda edi. "Oyi", deb pichirladim choynakka tikilgancha. "U iflos. U yigit o'zi kim ekan?" Onam boshini egdi. "Bilmayman bolam, uni umrimda ko'rmaganman." "Mashinasi bormikan uni?" "Mashinasi? Ha bor, ostonamizga kelganda ko'rdim. Ko'k rangli katta mashina edi", dedi onam ehtiyotkorlik bilan. "Ko'k mashina." Men o'zimcha miyamda hisob-kitob qila boshladim. Bizning ko'chamizda darvozamiz oldida turgan ko'k mashinani eslashga urindim. Yo'q, ko'rmagan ekanman. Yoki ko'rgan bo'lsam-da, e'tibor bermaganman. Odam bolasi o'zi ko'rishni istamagan narsasini ko'zining oldida tursa ham anglab yetmas ekan. "Oyi, endi nima qilishim kerak? Uni urib o'ldiraymi? Yo uydan quvib solaymi?" dedim qo'limdagi piyolani qattiq qisib. "Bolam", deb onam menga yalingandek qarab. "Hozir o'zingni bos. Jahl bilan qilingan ishning oxiri vayronagarchilik bo'ladi. G'azab sening ko'zingni ko'r qilmasin. Bugun kechqurun hech narsa bo'lmagandek uyga hamma vaqtdagidek kelib kir. Gapirma, baqirma, yuzingda o'zgarish bo'lmasin. Men yana kuzatishda davom etaman. Avval bir narsani aniqlab olishimiz kerak. Bu uning birinchi marta xatoga yo'l qo'yishimi? Yoki..." Onam gapini oxirigacha ayta olmadi. Tomog'iga nimadir tiqilib qoldi. Ammo men uning nima demoqchiligini juda yaxshi tushunib turardim. Yoki bu ifloslik qanchadan beri davom etib kelayotganmidi? "Xo'p, oyi, siz aytgandek bo'ladi", dedim tishlarimni g'ijirlatib. O'sha kuni men ishga bordim. Ofisga kirdim. Kompyuter qarshisida o'tirib hujjatlarni titkiladim. Yonimdagi hamkasblarim menga nimalardir deb hazillashdi, kulishdi. Men ham yuzimga soxta maska taqib ularga qo'shilib kuldim. Tushlikda hammamiz birga oshxonaga tushib ovqatlandik. Men chaynayotgan ovqatimning ta'mini umuman bilmasdim. Og'zimga solayotgan har bir luqmam xuddi toshdek tomog'imni qirib o'tardi. Soat 3larda. Ish stolim ustida yotgan telefonim jiringlab qoldi. Ekranga qaradim. Malika. Yuragim urishdan to'xtab qolgandek bo'ldi. Telefonni qaltiragan qo'llarim bilan oldim. "Ha, Malika", deya oldim zo'rg'a, ovozimni tekis tutishga urinib. "Rustam aka, charchamayapsizmi? Bugun uyga ertaroq keling", dedi u shunday bir mehribon, shunday bir shirin ovozdaki odamning ishonmay iloji yo'q edi. "Tinchlikmi, nima qilamiz?" so'radim asablarim toriqib. "Onangiz, Hadicha xolam manti yaxshi ko'radilar-ku, shunga manti tukmoqchi edim. Vaqtliroq keling, menga qarashib yuborasiz. Ham birga hammamiz shirin qilib ovqatlanamiz." Ovozi shunchalar tiniq, xuddi farishtaniki kabi beg'ubor ediki, kechagi ko'rganlarim shunchaki qo'rqinchli tush bo'lib tuyulib ketdi. "Yaxshi. Soat 5larda boraman", dedim sovuq ohangda. "Ha, aytgancha bozordan kelishda biroz karam olib kelishni unutmang", deb trubkani qo'ydi. Men telefonni stol ustiga tashlab, ancha vaqt kompyuterning ochiq ekraniga tikilib qoldim. Karam, manti, onam uchun mehribonchilik va atigi kechagina. Aynan mana shu xotin o'zining erlik o'rnida o'sha notanish yigit bilan quchoqlashib kulib o'tirgan edi. Men qanday qilib bu ikki yuzlamachi ilon bilan bir uyda yashaganman? Ishdan chiqib yo'l-yo'lakay do'konga kirdim. Bir bosh karam oldim. Uni xalta bilan ko'tarib uyga kirib borganimda oshxonadan yoqimli bug' va ovqat hidi taralib turardi. Malika ustiga chiroyli gulli fartuk taqib olgan. Sochlarini ehtiyotkorlik bilan ro'molga tang'ib olgan. Onam bilan stulda yonma-yon o'tirib, chaqchaqlashib sabzi to'g'rayotgan edi. "Voy, keldingizmi? Qani karamni beringchi, men o'zim yuvib to'g'rayman", dedi u chiroyli tabassum bilan kutib olib.
U mendan xaltani olayotganda onamning nigohi bilan to'qnashib ketdim. Onamning ko'zlarida cheksiz nafrat va sabr mujassam edi. U o'zini shunchalar zo'r ushlab turardiki, qoyil qolmasdan iloj yo'q edi. Kechqurun hovlida chiroq yoqib, hammamiz jamuljam bo'lib dasturxon atrofida manti yedik. Malika to'xtovsiz jilmayib, ishdagi voqealarni, dugonalarning g'iybatini qiziq qilib aytib berardi. Onamga alohida mehribonchilik ko'rsatib, "Oyijon oling, siz yaxshi ko'rasiz" deb lagan surardi. Meni ham tortishqoqlik bilan suhbatga tortmoqchi bo'lardi. Men esa gapini bo'lmasdan javob berardim. Ammo biror marta ham uning ko'zlariga, uning yuziga tik qarashga o'zimda kuch topa olmadim. Agar uning ko'zlariga qarasam, kechagi video, u yigitning lablari unga yaqinlashgani va uning iflos kulgusi ko'z oldimga kelib, shundoq o'tirgan joyimda uning bo'g'zidan g'ajib tashlashdan o'zimni tuta olmasdim. Kechasi hammamiz yotoqlarimizga kirdik. Malika odatdagidek orqasini o'girib, tinchgina uxlab qoldi. Uning nafas olishi tezlashib, chuqur uyquga ketganiga ishonch hosil qilganimdan so'ng, telefonimni sekin olib, adyol ichida yana o'sha la'nati kameraga ulandim. Mehmonxona ochiq, hamma narsa joyida. Hech kim kirmagan, xonada hech kim yo'q. Balki onam uyda bo'lgani uchun, yoki kechagi ishi tufayli bugun ko'ngli xotirjam bo'lib, biroz ehtiyotkor bo'lgandir. Shu tariqa jahannamga aylanayotgan uydagi hayotimning 14 kuni, 2 haftasi o'tdi. Men kunduzi ishda odamdek ishlardim. Uyga kelib esa robotdek ovqat yeyar, robotdek uxlar edim. Tashqaridan qarasangiz, hammasi joyida, ideal oila. Ammo mening vujudim, mening qalbim vulqon portlashini kutib yashayotgan edi. Qandaydir portlash, qandaydir dalil kerak edi menga. Va men kutgan o'sha kun tez orada keldi. 11-kunning kechasida onam xuddi sharpadek sekin yurib meni o'z xonasiga chorladi. "Eshikni zichlab yop, Rustam", dedi ovozi qaltirab. Yuragim shu qadar tez urib ketdiki, qovurg'alarimni yorib chiqqudek bo'ldi. "Nima bo'ldi, oyi? Yana nima ko'rdingiz?" dedim devorga suyanib. Bugun u iflos yana keldi bizning uyga. Onamning bu so'zlarini eshitib, oyoqlarim ostidagi yer o'pirilib ketgandek bo'ldi. Madorim qurib, gup etib yerga o'tirib qoldim. Qanday qilib? Men ishda edim-ku. Siz axir uyda edingiz-ku. Qanday tundadi? Bugun kunduzi. Esingdami, men poliklinikaga, doktorga borib kelaman degan edim. Soat 12larda uydan chiqib ketdim. Men ketishim bilan atigi 10 daqiqa o'tar o'tmas u yetib kelibdi. Men doktor qabulidan qaytib kelsam, eshik oldida o'sha tanish ko'k mashina turibdi. Men hovliga kirmay to'xtab qoldim. Nafasim tiqilib, asablarim o'ynab ketdi. Tezda ortga qaytib, qo'shnimiz Fotima xolaning uyiga kirdim va derazadan poylab o'tirdim. U yigit uyimizdan chiqib, mashinasiga o'tirib ketguncha o'sha yerda qon yutib kutdim. Keyin uyga kirdim. "Qani, Malika nima deydi?" deb uning ko'ziga tikildim. "Bilasanmi, xotining qanaqa usta yuzsiz ekan?" U ko'zimga zarracha ham tap tortmay qarab, dugonam kelib bir zum o'tirib chiqib ketdi. "Onajon" deb shirin jilmaydi. Men buni eshitib, joyimdan dast turib, devorga mushtim bilan shunday qattiq urdimki, bo'g'inlarim yorilib, qonab ketdi. Lekin og'riqni zarracha sezmadim. "Oyi, men endi chiday olmayman. Men u maxluqni xuddi shu yerning o'zida bo'g'ib o'ldiraman", dedim ko'zlarimdan olov sochib. "Yo'q, Rustam, aql bilan ish qil. Hozir baqir-chaqir qilsang, o'zini oqlab, seni nodonga chiqaradi. Hozircha indama. Men senga yana bir narsa deyman", qat'iy ohangda dedi onam. "Hozir kamerani olma. Agar u bo'yniga olmasa, dalil sifatida yana bizga asqotadi." Men unga tushundim degandek bosh irg'adim. Kechqurun Malika hovlidagi tandirxona atrofida kuymanib, issiqqina non yopayotgan edi. Tandirdan chiqayotgan olovning tafti butun hovlini isitib yuborgan, xushbo'y non isi kishining dimog'ini qitiqlardi. Men asta yurib uning yoniga yaqinlashdim. Qo'g'irchoqdek kiyinib olgan, yuziga olov taftidan qizillik yugurgan edi. Uning go'zalligi hozir mening ko'zimga qurt tushgan olmadek irganch ko'rinardi.
Ha, ishdan charchab keldingizmi, dadasi? Dedi u menga bir qarab qo'yib, yana xamirni zuvala qilishda davom etarkan. Malika, men sendan bitta narsani so'ramoqchiman, dedim ovozimni iloji boricha muzdek qilib. U bir zum harakatdan to'xtab menga ajablangan ko'zlari bilan qaradi. Nima bo'ldi, tinchlikmi? So'rangchi. Men to'g'ri uning qora, tubsiz ko'zlariga tikildim. Kunduzlari men ishda, onam yo'qligida uyimizga kim kelib ketyapti? Faqat bir soniya. Ha, atigi bir soniya uning xamir pishitib turgan qo'llari havoda muallaq qotib qoldi. Lekin u darhol o'zini qo'lga olib, soxta kulgi bilan gapirdi. Nima? Yana boshladingizmi rashk qilib gumonsirashni? Kim kelardi uyga? Dugonalarim qachon ko'rgani kelsa, kirib o'tirib chiqadi-da. Nima edi? Kim ular? Ismlari nima? Qayerdan kelishadi? Dedim men hamon qat'iy turib. Malika peshonasidagi terni qo'lining tersi bilan artib. Ismlarimi? Nigora keladi, Laylo keladi. Nima endi uyingizga keladiganlarning ro'yxatini qilib pasportini tekshiraymi? Deb asabiylashdi u. Nigora ishxonangdan bilaman. Laylo qayerdan paydo bo'ldi, aslo eshitmagan ekanman. Deb qistovga oldim men. Nima, men sizga har bir tanishim haqida doston o'qishim kerakmi? Laylo mahallamizdan, dugonam. Ovozida qandaydir tajovuzkor ohang hujumga o'tish holati paydo bo'ldi. Rustam aka, umuman nima bo'lyapti o'zi? Onangiz sizga yana nimalarni deb qulog'ingizga qo'rg'oshin quydilar? Deb ochiqchasiga yuzsizlikka o'tdi u. Onamni aralashtirma, u kishi bu yerda hech narsa demadi. Men o'zim so'rayapman sendan, deb balandroq ovozda aytdim. U chuqur xo'rsinib tandirning yonidagi stulga cho'kdi. Men bilardim. Onangiz menga o'zi birinchi kundan ishonmaydi. Men bu xonadonga qanday xizmat qilmay, doim orqamdan yomonlik qidiradi. Siz ham o'z fikri yo'q, onasining chizgan chizig'idan chiqmaydigan odamsiz. Faqat onangizning gapiga ishonasiz, o'z xotiningizni dushman ko'rasiz. Gap shu darajada ustalik bilan burilib ketdiki, bir soniya oldin xiyonat ustida ushlanayotgan aybdor ayol birdaniga xo'rlangan, jabr ko'rgan jabrdiydaga aylanib qoldi. Malika, gap bu yerda onam haqida emas, sening qilmishing haqida ketyapti, dedim o'zimni tutishga urinib. Qanaqa qilmish? Ayting ochiqchasiga. Nimadan gumon qilyapsiz o'zi, nima baloni topdingiz? Deb baqirib berdi u menga qarab. Men bir muddat to'xtab qoldim. Shunday ochiq aytib, telefondagi videoni uning yuziga tupurgim keldi. Lekin onamning gaplari esga tushdi. Hozir o'sha kamerani bilsa, u uydan kamerani olib tashlaydi va men hech qachon aniq isbot bilan u jazmanning ham kimligini bila olmay qolaman. Hech narsa yo'q. Shunchaki bilmoqchi edim, dedim o'zimni orqaga tortib. Malika menga zaharxanda tabassum qildi. Yaxshi. Keyingi safar ana shunday tutruqsiz gumonlar bilan meni so'roqqa tutmasangiz, juda ham xursand bo'lardim, deya o'rnidan turib ketdi. Men g'azabdan yorilay deb xonamga kirdim. Shiftga qarab qo'llarimni musht qilgancha o'tirdim. U hatto ko'zini pirpiratmay inkor qildi ya. U naqadar sovuqqon, naqadar professional yolg'onchi bo'lib ketgan. Men shunday qiynalib turganimda, onam sekin eshikni ochib kirdi. Nima dedi u masxaraboz? Deb so'radi onam ohista. Hamma narsani inkor qildi. Onam meni yomon ko'radi deb yana sizni aybladi, oyi, dedim g'amgin bo'lib. Onam chuqur entikdi. Rustam, bolam, men bu haqda senga aytmoqchi emasdim, lekin majburman. U videoda men yana bir narsani payqab qoldim. Sen charchab qattiq uxlayotgan o'sha kuni, kechasi soat 2da, sening xotining tunda turib telefonda kimgadir ehtiros bilan gaplashdi. Ovozini shunchalar pasaytirib, pichirlab gaplashdiki, so'zlarini aniq eshita olmadim. Lekin uning 2 marta shirin qilib kulgani, tabassumi yaqqol ko'rinib turardi. Va nihoyat suhbat oxirida o'sha fohisha shunday dedi: Yaxshi yotib turing. Xayrli tun. Men qotib qoldim. Mening xotinim, mening qonuniy halolam kechasi soat 2da mening yonginamda yotib,
Birovga o'zining iliq tilaklarini, xayrli tunini tilamoqda edi. Onam xonadan yig'lagancha chiqib ketdi. Men esa o'rnimda cho'zilib yotdim. Lekin Malikaning sokin va beg'ubor nafas olishini tun bo'yi eshitib, go'yo zahar yutgandek azobda to'lg'onib chiqdim. Ertasi kuni men onamga ham aytmay miyamda bir reja tuzdim. Qanday qilib bo'lmasin, uning o'sha telefoniga kirishim, o'sha maxfiy raqamni topishim kerak edi. Ammo Malika bu borada juda ham sezgir va ehtiyotkor edi. Telefonini aslo qo'lidan qo'ymas, uxlaganda yostig'ining ostiga bosib yotar, hatto hammomga suvga kirganda ham o'zi bilan olib kirib ketar edi. Men avvallari uning bu qiliqlariga umuman e'tibor bermas ekanman. Ammo endi hammasi ravshan bo'lib qoldi. Lekin o'sha kuni tushdan keyin qandaydir tasodif tufayli u telefonini oshxonadagi stol ustida qoldirib, hovliga chiqib ketdi. Uyda hech kim yo'q. Men darhol telefonni oldim. Qo'llarim shunchalik dildirardiki, telefonni tushirib yuboray dedim. Ekranni yondirdim. Parol qo'yilgan ekan, 4 ta raqam. Nima bo'lishi mumkin? Mening tug'ilgan yilimni terdim. Xato. To'yimiz bo'lgan yilni kiritdim. Xato. Uning o'z onasining tug'ilgan kunini terdim. Yana noto'g'ri chiqdi. Hovlidan uning oyoq tovushi eshitildi. Telefonni qanday olgan bo'lsam, xuddi shu holatda joyiga qaytarib qo'ydim-da, hech narsa ko'rmagandek suv ichib turdim. U xonaga kirib, telefonini olib, menga shubha bilan qarab qo'ydi. Kechqurun ko'chaga chiqib, eng yaqin do'stim, har qanday qiyin vaziyatda ham yonimda turgan sirdoshim Farhodga qo'ng'iroq qildim. Biz choyxonada ko'rishdik. Men unga bor gapni, o'rnatilgan kamera, ushlangan video va uning behayo so'zlarigacha ipidan ignasigacha oqizmay-tomizmay aytib berdim. Farhod meni eshitib, uzoq vaqt yerga qarab, boshini changallab jim o'tirdi. "Jo'ra", dedi u nihoyat boshini ko'tarib. Bu juda iflos va og'ir holat. Odam dushmanidan kutmagan zarbani eng yaqinidan kutib yashashi azob. Endi o'zing nima qilmoqchisan? O'zim ham bilmayman, qanday yo'l tutishni bilmay arosatdaman. Shuning uchun senga aytyapman, yordam ber, dedim ko'zlarim yoshlanib. Farhod bir oz o'ylanib turdi-da. "Rustam, og'aynim, men senga yordam berishim mumkin. Faqat sen rozi bo'lsang. Agar menga uning raqamini bersang, aloqa kompaniyasida ishlaydigan tanishlarim orqali uni kim bilan gaplashayotganini, u kimligini tagiga yetishimiz mumkin. Bu balki qonuniy emasdir, ammo oilangning, sharafingning masalasi hal bo'lyapti", deb qat'iy taklif kiritdi. Boshqa ilojim ham yo'q edi. "Mayli Jo'ra, iltimos, tezroq aniqlab ber, yo'qsa ichim yorilib o'laman", dedim. 2 kun shunday qiyin, shunday sekin o'tdiki, men o'z uyimda xuddi qafasga tushgan yovvoyi hayvondek zir yugurardim. Nihoyat 3-chi kuni Farhod qo'ng'iroq qildi. "Jo'ra, topdim o'sha haromini", dedi u ovozda qandaydir dahshat bilan. "Kim ekan u ma'lum?" so'radim yuragim tomog'imga tiqilib. "Ismi Sanjar ekan. Asli Samarqanddan. Toshkentdagi katta bir qurilish kompaniyasida ta'minotchi bo'lib ishlarkan. Yoshi 31da. Va eng yomoni, Jo'ra, u uylangan ekan. Xotini bor, ustiga ustak bir yashar go'dak farzandi bor ekan." Men u eshitgan gaplarimdan o'tirgan stulimdan sirpanib polga tushib ketay dedim. Telefonni qulog'imdan olib, ko'kragimga qattiq bosdim. Malika o'zining yeri turib, yana birovning baxtsiz oilasini buzib, uylangan, go'dak bolasi bor erkak bilan aysh qilib yurgan ekanda. "Rustam, eshityapsanmi meni? Yana bir sovuq xabar bor", dedi Farhod yana ham xavotirliroq ohangda. "Nima? Yana qanday rasvolik chiqdi?" dedim zo'rg'a. "Jo'ra, chida. Bu xiyonat kecha yoki o'tgan kuni boshlanmagan ekan. Ular muntazam ravishda 1 yildan oshiq vaqt davomida uchrashib yurishgan ekan. Telefon suhbatlarining davomiyligi va chuqurligi buni isbotlayapti. 1 yil. Butun boshli 1 yil. O'sha on men anglab yetdimki, shu 1 yil davomida men unga boqish uchun ishlab, qora terga botib uyga qaytganman. Shu 1 yil davomida u onamning tayyorlagan issiq ovqatini yeb,
Yuzimga tabassum qilib, "Sen qanday yaxshisan" deb lof urgan. 1 yil. Qanday qilib bu qadar ustomonlik bilan yashirinish mumkin? Menga boshqa hech qanday dalil, hech qanday isbot kerak emas edi. Uyga qanday ahvolda, qanday qaytib borganimni bilmayman. Ammo onam meni darvoza yonida kutib turgan ekan. Meni ko'riboq yuz ko'zimdagi ifodadan nima fojia yuz berganini payqadi. Ko'chada bolaligimda eski chinni choynagini sindirib qo'yib yig'laganimdek. Onamning quchog'iga otildim. Odamning umidi, hayoti, ishonchi singanda. Uning singan bo'laklari ko'rinmas ekan u. Lekin u umrbod qonab yotadigan chuqur yara qoldirarkan. Onam indamay meni bag'riga bosdi. U yig'lamadi, lekin yuragining qanday tez urayotganini, qanday zorlanayotganini eshitib turardim. "Endi nima qilasan, bolam?" deb so'radi onam peshonamdan silab. "Endi, oyi, hamma narsaga nuqta qo'yaman. Ularning ikkalasini ham o'z joyiga, o'sha iskirt botqog'iga qaytaraman", dedim tishimni g'ijirlatib. Shu kunlarda kutilmaganda butunlay rejamni o'zgartirib yuboradigan bir hodisa yuz berdi. Bir kuni kechqurun onam dorixonaga dori olish uchun chiqib ketgan payt Malika o'zi qahva damlab ro'paramga kelib o'tirdi. Yuzida qandaydir o'ychanlik, chuqur iztirobli qiyofa paydo bo'lgan edi. "Rustam aka, men siz bilan juda jiddiy gaplashib olishim kerak", dedi u ko'zlarimga to'g'ri tikilib. Men ichimda portlashga tayyor tursam-da o'zimni bosdim. "Gapir, eshitayapman", dedim. "Men charchadim", dedi u chuqur tin olib. "Bu hayotdan, bu to'rt devor ichidagi siqiq qoliplarga solingan muhitdan judayam charchadim. Men o'zimni go'yoki qafasdagi qushdek his qilyapman. Mening o'z orzularim, o'z intilishlarim bor. Onangizning bitmas tuganmas qoidalariga bo'ysunib yashashdan to'ydim." U shunday ehtiros bilan o'zini qurbon qilib gapirayotgan ediki, agar orqasida nima balolarni qilib yurganini bilmagan odam uni bemalol himoya qilgan, unga rahmi kelgan bo'lardi. "Xo'sh, nima istaysan o'zi, orzularing nimadan iborat edi sening?" so'radim masxara aralash. "Men ishimni tashlab o'zimning mustaqil biznesimni boshlamoqchiman. Kiyim tikish, internet orqali savdo qilish bo'yicha g'oyalarim bor. Sizdan iltimos, menga ajralib, alohida yashashimiz uchun yordam bering. Yoki umuman menga erkinlik bering", deb ochiqchasiga ko'z yosh qildi u. Men uni jim tinglab o'tirdim. U gapirmoqda. Uning so'zlari go'yo to'g'ri, samimiydek. Ammo men bilardimki, bu orzu yoxud biznes degani shunchaki o'sha uylangan, go'dak bolasi bor Sanjar nomli iflos bilan uchrashish uchun xavfsiz va shubhasiz joy yaratishning bir usuli edi xolos. Bu mendan, onamdan, nazoratdan qutulib, bemalol o'zining xiyonatli hayotini qurish uchun yozilgan yangi ssenariy edi. "Yaxshi, o'ylab ko'ramiz. Vaqti kelganda bu haqda yana gaplashamiz", deya suhbatni qisqa qildim. U mening sovuqqon munosabatimdan asabiylashib, qadahni stolga qattiq urib xonadan chiqib ketdi. O'sha kecha men aniq qarorga keldim. Bu o'yinni tugatish. Shunday tugatish kerakki, u boshqa qaddini ko'tara olmasin. Ertasiga ertalab onam yana oldimga asabiy holda keldi. "Rustam, bolam, kecha tunda ularning yana bir muloqotini eshitib qoldim." "Nima deyishdi, oyi?" so'radim men. Malika unga shunday deb aytdi. "Hammasi joyida, onasi o'zi rejalashtirganidek dam olishga ketishi bilan biz bemalol bo'lamiz. Hammasi tayyor", degan ma'noda pichirladi. Miyamda darhol hammasi o'z o'rniga tushdi. Gap shundaki, onam kelasi hafta singlim Dilnozanikiga, boshqa viloyatga nevarasini ko'rgani 3 kunga ketishni reja qilgandi. Demak, ular aynan shu paytni, onam uydan ketib, xonadon bo'm-bo'sh qoladigan kunni intiqlik bilan kutishayotgan edi. Menda aniq bir g'oya tug'ildi. "Oyi, singlimnikiga borish niyatingizni o'zgartirmaysiz. Siz ketasiz. Va men o'zim ham rahbariyat topshirig'i bilan 3 kunga xizmat safariga ketyapman deb ularga e'lon qilaman", deb rejamni aytdim. Shunday qildik ham. Kunlar o'tib, reja amalga oshadigan kun yetib keldi. Onam ko'z yoshlarini zo'rg'a yashirib vokzalga ketdi. Men esa
Yo'l sumkamni qo'limga olib, Malika bilan sovuqqonlik bilan xayrlashdim. 3 kundan keyin qaytaman, uyga yaxshilab qarab o'tir, dedim uning ko'ziga qarab. U shunday bir ishonchli soxtalik bilan yuzimdan o'pib, xavotir olmang, dadasi. O'zingizni ehtiyot qiling, sog'-salomat borib keling, deb mehribonchilik qildi. Uning ko'zlarida qandaydir chaqnash, ichki bir shodonlik borligini sezib turardim. Men uydan chiqdimda, ko'cha boshiga borib, meni kutib turgan Farhodning mashinasiga o'tirdim. Sumkamni orqaga otdim. Biz mashinada aylanib kelib, xuddi jinoyatchilarni poylaydigan tergovchilardek, uyimizning orqa tomonidagi ko'chaga, pana joyga to'xtadik. Men darhol qo'shnimiz Fotima xolaning uyiga kirdim. Fotima xola onamning sirdoshi edi. U hamma narsadan xabardor edi. Meni qattiq quchoqlab, "Sabr qiling, o'g'lim. Hamma yomonlikning ham o'z jazosi bor", dedi ko'ziga yosh olib. Biz derazadan uyimizning darvozasini poylab o'tirdik. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, taxminan 40 daqiqalardan so'ng, biz kutgan o'sha ko'k mashina silliq yelib keldi-da, roppa-rosa mening darvozamning oldiga to'xtadi. Undan bashang kiyingan, qo'lida gul ko'targan Sanjar degan iflos tushib keldi-yu, eshik qo'ng'irog'ini chaldi. Darvoza qiya ochildi-da, u zudlik bilan ichkariga kirib, eshik yopildi. Yuragim to'xtab qolgandek bo'ldi. Barcha qonim boshimga urdi. G'azabdan mushtlarimni shu qadar qattiq qisdimki, tirnoqlarim kaftimga botib qon chiqib ketdi. Men turdim. Qandaydir sovuq, mudhish bir xotirjamlik paydo bo'lgan edi menda. Men ularni o'ldirmayman. Men ularni shunchaki tiriklayin ko'maman, deb pichirladim o'zimga o'zim. Fotima xola duo qilib kuzatib qoldi. Men o'z uyimning darvozasiga yaqinlashdim. Qo'limda o'z kalitim bor edi. Qulfga solib sekin buradim. Eshik ochildi. Hovli bo'm-bo'sh. Bahor fasli bo'lishiga qaramay, havo iliq bo'lsa-da, mening ich-ichimda suyaklarimgacha o'tib ketadigan izg'irin esardi. Yo'lakda, ostonada mening tuflim o'rnida, katta ko'k rangli erkaklar krossovkasi turardi. Men bu manzarani ko'rib jilmaydim. G'azab va nafratga qorishgan, aqldan ozgan odamning jilmayishi edi bu. Ichkaridan, bizning mehmonxonamizdan Malikaning past, xushchaqchaq kulgusi, ehtirosli shivirlashi va erkak kishining yo'g'on ovozi eshitilib turardi. Men yashirincha kelmadim, o'g'ridek yurmadim. Qadamlarimni bosa-bosa eshikning tutqichidan ushladim-da, uni zarb bilan oxirigacha ochib yubordim. Xonaning o'rtasida, mening divanimda, o'zimning uyimda ikkalasi quchoqlashib o'tirgan edi. Eshik tark etib ochilganda, ularning ikkisi ham xuddi chaqmoq urgandek cho'chib, sapchib tushdi. Sanjar deganlari qotib qoldi. Uning yuzi bir soniya ichida dokadek oqarib, o'likning rangiga kirdi. Malika bo'lsa, tili aylanmay, ko'zlari kosasidan chiqqudek bo'lib, nafasi ichiga tiqilib qoldi. Ular menga xuddi go'rdan chiqib kelgan arvohga qaragandek dahshat ichida qotib qolishgan edi. Xonada shunday og'ir, shunday o'limtik jimjitlik cho'kdiki, pashsha uchsa ovozi eshitilardi. Bir necha soniyalik bu shok holatidan so'ng, Sanjar kalovlanib o'rnidan turdi. Uzr. Men xato qilibman shekilli. Men ketishim kerak, deb duduqlangan ko'yi qadamini orqaga tashlay boshladi. O'tir joyingda, iflos. Shunday qattiq, shunday tahdidli ovozda o'kirdimki, derazaning oynalari zirillab ketdi. Ovozimdagi qat'iyatdan u joyiga mixlanib qoldi. Malika poldan ko'zini uzolmas, butun vujudi dir-dir titrardi. U qochib qutuladigan hech qanday joyi, biron bir bahonasi qolmaganini his qilib, o'limini kutayotgan mahkumdek jim qotgan edi. Rustam aka, deb yig'lamsirab pichirladi u nihoyat, ko'zlaridan shashqator yosh quyilib. Ovozini o'chir, iflos. Sening har bir so'zing mening uyimni, havomni harom qiladi, dedim qo'lim bilan uni to'xtatib. Keyin Sanjarga yaqinlashdim. Sening isming Sanjar, to'g'rimi? Samarqandliksan. Qurilishda ishlaysan. 31 ga kirgan katta uylangan erkaksan.
Uydagi xotiningga yolg'on gapirib, bir yoshli murg'ak farzandingning rizqini qiyib, birovning ostonasini harom qilib yurishga qanday vijdon chidadi, maraz? Deb yuziga tupurdim. Sanjarning ko'zlari pirpirab, xuddi kaltak yegan itdek qimtinib qoldi. U mening uning haqida hamma narsani bilishimdan butunlay shok holatiga tushgan edi. Ukam, meni kechir, shaytonning yo'liga kirdim. Xotinim bilmasin, bolam bor axir, oilam buzilmasin, nima desang qilaman, deb yalina boshladi u. Senga o'xshagan pastkash, erini orqasidan pichoq uradigan xotin uchun sening iflos qoningni to'kib, qamalib ketadigan ahmoq emasman. Lekin bilib qo'y. Agar hozir shu eshikdan chiqib ketganingdan keyin yana qachondir seni shu mahallada yo sening soyangni ko'rsam, xotiningga borib qanday jirkanch odam bilan yashayotganini barcha dalillar, videolar bilan isbotlab beraman. Endi yo'qol bu yerdan, basharangni boshqa ko'rmayin, deya o'shqirdim. U sumkasini olgancha tizzalari qaltirab, duduqlanib uydan otilib chiqib ketdi. Mashinasini o't oldirib, zudlik bilan g'oyib bo'ldi. Xonada faqat Malika va men qoldik. Men divanning bir chekkasiga o'tirdim. U esa qarshimda yerda tiz cho'kib, qattiq ovozda o'ksib-o'ksib yig'lardi. Nega bunday qilding? Shunchaki sababini ayt. Seni nima qoniqtirmadi mening uyimda? Deb so'radim men ovozimdagi hamma quvvatni yo'qotib. Men tushunmay qoldim. Rustam aka, onangizning hukmronligidan siqilib ketdim. E'tiborsizligingizdan charchadim. Shayton yo'ldan urdi. Men uni sevmardim, u shunchaki mening ko'nglimni ovlardi, deb yana yuzsizlarcha o'zini oqlashga o'tdi u. Yetar. Yolg'onlaring bilan quloqlarimni zaharlama. Sizlar bir yildan beri uchrashasizlar. Men sening iflos videolaringni, tunda kulib gaplashishlaringni, bugungi uchrashuv rejalaringni hammasini bilaman. Bizning uyimizda bularning barchasi tasmaga tushgan, dedim kameraga ishora qilib. Bu gapni eshitib, u tamom bo'ldi. Hayotining eng jirkanch kirdigorlari yuziga tutilganini anglab joyiga qulab tushdi. Tur o'rningdan. Hoziroq barcha narsalaringni yig'ishtir. Lekin mendan, mening pulimga olingan birorta ignani ham o'zing bilan olib ketmaysan. Faqat o'zing bilan kelgan juldur kiyimlaringni olasan-da, bu uydan daf bo'lasan, dedim o'rnimdan turib. U yarim soat atrofida yig'lab siqtab ikkita sumkasiga kiyimlarini joyladi. Eshikdan chiqayotganda menga shunday bir chorasiz, shunday bir mo'ltiragan ko'zlari bilan qaradiki, ammo mening qalbimda unga nisbatan qilt etgan rahm shafqat uyg'onmadi. O'zining razilligi bilan mening qalbimdagi mehribon va insoniy tuyg'ularni o'ldirib bo'lgan edi u. U chiqib ketdi. Eshik yopildi. Uyda yana o'sha mudhish, bo'm-bo'sh jimjitlik hukm surdi. Bir ozdan so'ng onam yetib keldi. U hamma narsadan boxabar edi, chunki Fotima xola orqali kuzatib turgan edi. Onam xonaga kirib kelganida, men devorga suyangancha ko'zlarimni bitta nuqtaga tikib qotib qolgan edim. Onam kelib indamasdan mening yonimga cho'kdi. Qo'llarimni olib o'zining issiq kaftlari orasiga oldi. Menga dalda berish, tasalli berish o'rniga faqatgina yonimda jimgina o'tirdi. Onaning bu jimjit qo'llab-quvvatlashi, uning barmoqlaridagi taft mening qotib qolgan ko'z yoshlarimni ergitib yubordi. Men hayotimda ikkinchi marta alamdan, ojizlikdan emas, balki shuncha yillik yuki og'ir xo'rlikdan qutulganim uchun onamning yelkasiga bosh qo'yib daryodek ko'z yosh to'kdim. Kunlar, haftalar, oylar o'tdi. Ajrashish jarayonlari asabni yemiradigan qiyin bosqichlar bilan kechdi. U hamma narsani tan oldi, ortiqcha da'vo qilmadi. Uy birdaniga kengayib, huvillab qolgandek bo'ldi. Men esa ishga borar, uyga qaytar. Asta-sekin chala qolgan umrimning parchalangan bo'laklarini yig'ishga urinar edim. Oradan taxminan 3 oy o'tgach, bir kuni Malikaning o'sha dugonasi Laylodan xabar keldi. Rustam, sizga aytishim kerak bo'lgan gap bor. Sanjar degani xotini bilib qolgach, Malikani tashlab qochib ketdi. Malika hozir yomon ahvolda, qattiq pushaymon bo'lib sizni sog'inyapti. Iltimos bir marta ko'rishib gaplashing deb yozilgan edi. Men telefondagi bu maktubga qarab, beixtiyor miqiyda jilmaydim.
Bir muddat ichimda uni kechirish, qayta qabul qilish, 4 yillik xotiralarni tiklash vasvasasi aylanib o'tdi. Lekin darhol o'sha kamerada ko'rganlarim, uning Sanjarga qilgan ehtirosli kulgusi, onamning ketishini intiqlik bilan kutgani miyamga gurzi bo'lib urildi. Nafrat va xiyonat izi endi hech qachon yuvilmasligini tushundim. Layloga qisqagina qilib javobim yo'q, bu eshik endi mangu yopildi deb xabar yubordim. Shu oqshom onam xonamga kirdi. Yuzimda nihoyat sokinlik va hayotga bo'lgan qandaydir umidni ko'rib, u kishi ham jilmaydi. "Rustam", dedi onam, "xotiningni ichingda kechirib yubor. Uni deb qalbingni qora nafratga to'ldirma. Chunki nafrat uni emas, sening o'zingni yemirib tugatadi. Lekin kechirish qaytish degani emas. Bu butunlay boshqa narsalar", deb uqtirdi dono onam. "Ha oyi, men uni kechirdim. Lekin unga bo'lgan yo'llarimni ham toptab, vayron qilib tashladim", dedim ishonch bilan. Bahor keldi. Tabiat yana uyg'onib, daraxtlar kurtak yozdi. Bir kuni onam bilan hovlidagi o'rindiqda choy ichib o'tirarkanmiz. Onam kulib turib, "O'g'lim, o'sha kamerani qayerdan oldingiz deb o'ylaysan? Qo'shnimizning it sohasi bo'yicha o'qiydigan o'g'lidan iltimos qilib qildirgan edim. Borib bir minnatdorchilik bildirib kelaylik", dedi. Men chin dildan 4 yil ichida birinchi marta xotirjam va baland ovozda qah-qah urib kulib yubordim. "Oyi, albatta boramiz, u yigit bizning ko'zimizni ochib qo'ydi-ku", dedim. Biz o'rnimizdan turib ko'chaga chiqdik. Havo shu qadar musaffo, osmon xuddi o'sha kunidagidek tiniq ediki. Ammo endi bu osmonning rangi meni bo'g'mas, qaytaga qalbimga yorug'lik baxsh etardi. Hayotda qanday og'ir zarba, qanday mudhish xiyonat bo'lmasin, bu hayotning oxiri emas ekan. Inson yonida chinakamiga suyanchiq bo'ladigan onasi, do'stlari va eng muhimi uning o'zida yashashga bo'lgan ishtiyoqi qolsa, u har qanday vayronalikdan boshqatdan yana ham mustahkamroq bo'lib qad ko'tarishi mumkin ekan. Hoziroq yonimdagi mehribon onam, iliq bahor va qayta topilgan xotirjamligim bor. Hozircha shu kifoya. Balki butun umrga ham. Odam bolasi o'zini butunlay davolandim, o'tmishning qora zanjirlaridan butunlay uzildim deb o'ylagan lahzada taqdir uni yana bir bor kutilmagan sinovdan o'tkazishni yaxshi ko'rarkan. Oradan roppa-rosa 2 yil o'tdi. 2 yil. Bu kimlar uchundir shunchaki ko'z ochib yumguncha o'tib ketgan oddiy vaqt bo'lsa, men uchun har bir kuni qayta tug'ilish, har bir tuni o'z-o'zim bilan asabiy kurashish yillari bo'ldi. Uyimizdan o'sha xiyonat soyasi ketganidan so'ng hayotimiz o'z maromiga tusha boshlagan edi. Onamning yuziga yana qon yugurdi, o'choq boshida kuymanib, g'o'ng'irlab qo'shiq aytadigan odatini qayta topdi. Men esa butun borlig'imni, bor kuchimni ishimga, karyeramga bag'ishladim. Odamlardan, ayniqsa ayollardan o'zimni uzoq tutardim. Qalbimning atrofida shunday qalin, o'tib bo'lmas muzdan iborat devor qurib olgan edimki, unga hech kim yaqinlasha olmasdi. Men endi hech qachon hech kimga ishonmayman deb o'zimga o'zim qattiq so'z bergan edim. Lekin Yaratganning o'z rejalari bor ekan. O'sha yili qish juda qattiq keldi. Qahraton sovuq, tinimsiz yog'ayotgan qor odamlarni uylariga qamab qo'ygan kunlarning birida onamning qon bosimi ko'tarilib, toblari qochib qoldi. Uni shoshilinch tez yordam mashinasida shahar markazidagi kasalxonaga olib bordik. Reanimatsiya bo'limining sovuq va uzun yo'lagida yuragimni hovuchlab, ming bir xayol bilan u yoqdan bu yoqqa borib kelardim. Axir onam mening yagona suyanchig'im, hayotdagi yolg'iz yorug'ligim edi. Agar u kishiga nimadir bo'lsa, men bu dunyoda butunlay kimsasiz bo'lib qolardim. Shifokorlar onamning ahvoli og'irligini, bir necha kun shifoxonada qolishlari kerakligini aytishdi. O'sha kechalari kasalxona yo'laklarida sarg'ayib tong ottirdim. Va ana shunday umidsiz, qorong'u kunlarning birida onamning palatasiga navbatchi shifokor ayol kirib keldi. Uning ismi Shahnoza edi. Yoshgina, ko'zlarida qandaydir sokinlik, harakatlarida ajib bir muloyimlik mujassam bo'lgan oddiygina ayol. Uning egnida oppoq, toza xalat. Yuzida zarracha pardoz yo'q, sochlari silliq qilib orqaga tugilgan edi. Lekin uning timqora, o'ychan ko'zlarida shunday bir teranlik, shunday bir beqiyos insoniy mehr bor ediki,
Men shuncha yildan beri ilk bor kimningdir nigohidan qalbimga iliqlik yugurganini tuydim. Malika doim o'ziga e'tibor qaratishni, odamlarning ko'ziga yaltiroq ko'rinishni, kiyim-kechakni sevardi. Shahnoza esa uning butunlay aksi edi. U jimgina, o'z kasbini cheksiz sadoqat bilan bajaradigan, har bir bemorning dardini o'z onasining dardidek qabul qiladigan munis ayol ekan. Onamga qilayotgan muomalasini, kechalari bilan yonida bedor o'tirib dori-darmon berishlarini, u kishi bilan xuddi o'z onasidek dardlashlarini chetdan kuzatib, muzlab qolgan yuragimda mitdi, ammo issiqqina bir uchqun paydo bo'la boshladi. Onam ham buni sezdi albatta. Onalarning ko'zini, ularning ko'nglini aldab bo'larmidi? Rustam, bolam, deb chaqirdi bir kuni onam, biroz o'zlariga kelib qolgan kunlari. Bu qizning qalbida xuddi o'zingdek chuqur yarasi borga o'xshaydi. Uning ko'zlaridagi mung senga tanish emasmi? Turmush o'rtog'i 3 yil avval avtohalokatda vafot etgan ekan. Yoshgina qizi bilan beva qolibdi. Sho'rlikning otasi ham yo'q ekan. O'z mehnati, o'zining halol mehnati bilan ro'zg'or tebratayotgan aqlli qiz ekan. Onamning bu so'zlari ko'kragimga g'alati bir iliqlik olib kirdi. Men Shahnoza bilan tez-tez yo'lakda shifokorlar xonasining oldida suhbatlashib turadigan bo'ldim. Bizning suhbatlarimiz oddiy, qisqa edi. Onamning sog'lig'i, dori-darmonlar haqida. Ammo shu qisqa suhbatlar ham men uchun qandaydir najot, qandaydir yorug'lik kabi edi. Uning har bir so'zi shunchalar samimiy, shunchalar sun'iylikdan yiroq ediki, men o'zim ham bilmagan holda bu oddiygina shifokor ayolga qattiq bog'lanib qolayotganimni his qila boshladim. Onam kasalxonadan chiqadigan kun kelganda, men Shahnozaga minnatdorchilik bildirish uchun kichik bir guldasta va sovg'a olib kirdim. U qattiq xijolat bo'ldi. Yuzlari qizarib, buni aslo qabul qila olmasligini, bu uning oddiy burchi ekanini aytdi. Shunda men uning ko'zlariga to'g'ri tikildim-da. Shahnoza, siz faqat onamning emas, mening ham qalbimdagi eng og'ir kasallikni davoladingiz, deb pichirladim. U qotib qoldi, ko'zlarimiz to'qnashdi. Bu nigohlarda 4 yil avvalgi kabi yolg'on, ehtiros yoki aldov yo'q edi. Bu nigohlarda faqat bir-birini tushungan, hayotning achchiq zarbalarini yegan ikkita yarador qalbning sokin nidasi bor edi. O'sha kundan keyin bizning hayotimizda yangi, mutlaqo boshqacha, toza bir sahifa ochildi. Men ba'zan ishdan so'ng uni kasalxonadan olib qaytar, ko'chalarda uzoq suhbatlashib yurardik. Uning qizi Shirinoy ham tez orada menga o'rgandi. Meni dada deya olmasa-da, do'stdek, yaqin insondek qabul qildi. Men hayotda haqiqiy xotirjamlik nima ekanini tushunib yetayotgan, butunlay yangi insonga aylanib borayotgan edim. Va aynan ana shunday nurli, osuda kunlarimning birida taqdir menga o'tmishimning chirigan qoldig'ini yana bir bor yuzma-yuz qildi. Sovuq qish oqshomi. Ishdan qaytayotib shahar chetidagi katta chorrahalarning birida svetoforning qizil chirog'ida to'xtab turgan edim. Ko'chada odam siyrak, sovuq izg'irin qor uchqunlarini derazaga urardi. Birdan ko'chamning o'ng tomonidagi yo'lakda ketayotgan bir sharpaga ko'zim tushdi. Vujudimni sovuq ter bosdi. O'sha tanish qaddi qomat, o'sha yurish. Bu Malika edi. Lekin u endi umuman men bilgan 4 yil oldingi viqorli, o'zini osmon chog'laydigan Malika emasdi. Egnida rangi o'chgan, yupqa eski palto. Boshida ko'rimsizgina ro'mol. Qo'lida bozorning eng arzon polietilen xaltalariga liq to'la ikkita og'ir sumkani zo'rg'a, qiynalib ko'tarib kelardi. Men oynani biroz tushirib, unga diqqat bilan tikildim. Uning yuzlaridagi o'sha jozibali go'zallikdan, parvarishlangan chiroyli teridan asar ham qolmagan edi. Yuzlari so'lg'in, sarg'aygan. Ko'zlarining osti chuqur qoraygan, atrofiga allaqachon mayda ajinlar oralagan edi. U sovuqdan diydirab, og'ir yukdan yelkalari bukilib, qaltiragan qadamlar bilan bekat tomonga borardi. Mening quloqlarim ostida uning oxirgi so'zlari jarangladi. Meni o'z orzularim bor. Men o'z biznesimni ochmoqchiman. Men erkin yashamoqchiman degan jarangdor so'zlari qayerda qoldi ekan? O'sha Sanjar degan iskirt o'zining oilasini deb buni ko'chaga itdek uloqtirgani aniq edi. O'ylagan yengil hayoti, boyligi qayerga ketdi ekan? U shunchalik ayanchli, shunchalik xor ko'rinishda ediki, o'zimning ko'zlarimga o'zim ishonmadim. Svetoforning yashil chirog'i yondi.
Orqadagi mashinalar asabiy signal chala boshladi. Malika ham mashina ovozidan cho'chib o'rlab qaradi. Uning nigohi to'g'ri mening yuzimga, mening ko'zlarimga qadaldi. U meni tanidi. Qo'lidagi og'ir sumkalari qor ustiga tars etib tushib ketdi. Uning ko'zlarida shunday bir dahshat, shunday bir pushaymonlik, shunday bir tubsiz tubanlik zohir ediki, so'z bilan ta'riflash mushkul. U xuddi mendan najot kutgandek, yo o'zining shu abgor ahvolidan yer yorilmasa-yu yerga kirib ketgudek holda bir qadam oldinga intildi. Lablari pirpirab nimanidir aytmoqchi bo'ldi. Ammo eng qizig'i shunda ediki, shu soniyada mening qalbimda unga nisbatan na zarracha g'azab, na nafrat, na o'ch olish hissi va hatto na zarracha achinish uyg'ondi. Menda mutlaqo bo'shliq, to'liq befarqlik paydo bo'lgan edi. U endi men uchun birovning hayoti, ko'chada adashib qolgan yuzlab baxtsiz daydilardan biriga aylangan ekan. Men oynani oxirigacha ko'tardim. Ko'zlarimni undan xotirjamgina uzdim-da, gazni bosib o'z yo'limda davom etdim. Orqamda faqat sovuq qor to'zoni va o'zining g'urbatiga ko'milgan bir sharpagina qoldi, xolos. Men butunlay ozod edim. O'tmishning barcha zanjirlari shu soniyada chilparchin bo'lganini vujud-vujudim bilan his qildim. Men to'g'ri uyga emas, gul do'koniga kirdim. Shahnoza yaxshi ko'radigan qip-qizil atirgullardan iborat ulkan guldasta oldim-da, uning uyi tomonga qarab uchdim. Bugun uning qo'lini so'rashim, bugun bu uzoq kutgan baxtimni oilamga kiritishim kerakligini anglab yetgan edim. Mana oradan yana 1 yil o'tdi. Bugun bahorning ilk kunlari. Hovlimizda o'riklar qiyg'os gullagan. Onam tizzasida mitti 5 oylik nevarasi. Mening o'g'lim Umidjonni erkalatib beshigini tebratib o'tiribdi. Shahnozaning qizi Shirnoy hovlida qunab yugurib yuribdi. Oshxonadan esa yopilayotgan issiq nonning, qovurilayotgan ovqatning shunday xushbo'y, shunday fayzli hidi kelib turibdiki, butun hovlimiz jannat bog'iga aylangandek. Shahnoza sochlarini ro'mol ostiga yig'ishtirib olgan. Yuzida o'choqning taftidan emas, baxtning haroratidan paydo bo'lgan qizillik bilan menga jilmayib qaraydi. "Charchamadingizmi, dadasi?" deb so'raydi u shunday bir mehr bilan. "Yo'q, mehribonim. Men endi hech qachon charchamayman", deyman uning yoniga kelib. Men oilamga, onamning yuzidagi nurga, Shahnozaning pokiza nigohlariga qarab turib, Tangriga ming bora shukronalar aytaman. Singan idishni yamab bo'lmaydi deyshadi. To'g'ri. Lekin uning siniqlari o'rniga undan-da go'zal, undan-da mustahkamroq, pokiza billur qasr qurish mumkin ekan. Hayot bizga yakun deb, falokat deb ko'rsatgan o'sha mash'um nuqta aslida chinakam baxtning, haqiqiy sokinlikning ibtidoisi bo'lishi mumkin ekan. Endi men aniq bilaman. Eng qorong'u, eng yulduzsiz tunning ortidan ham albatta eng yorug', eng go'zal tong otar ekan. Bu mening hayotim va men uni aynan shu pokizaligi uchun telbalarcha sevaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Qissadan o'zingizga kerakli xulosani chiqardingiz degan umiddamiz. Farrosh hikoyalari kanaliga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Keyingi hikoyalarda ko'rishguncha sog' bo'ling.